Ko'krak bezi saratonining 3 marta salbiy invaziv duktal karsinomasi. Barcha tashxis qo'yilgan ko'krak saratoni holatlarining taxminan 15-20% ni tashkil etadi va o'zining agressiv tabiati va cheklangan davolash imkoniyatlari bilan xavflidir. Maxsus retseptorlarning yo'qligi 3 marta salbiy invaziv duktal karsinomani gormonal terapiyaga va ko'krak bezi saratonining boshqa turlari uchun keng tarqalgan an'anaviy dorilarga, ya'ni ximioterapiya va nur terapiyaga javob bermaydi. Immunoterapiya saraton hujayralariga qarshi kurashish uchun tananing immun tizimini ishlatishning noyob qobiliyati tufayli bu kasallikni davolashda istiqbolli yondashish sifatida ko'riladi. To'g'ridan to'g'ri tez bo'linadigan hujayralarga qaratilgan an'anaviy ximioterapiyadan farqli o'laroq, immunoterapiya saraton hujayralarini aniqlash va yo'q qilish uchun immunitet shakllantirishga qaratilgan. 3 marta salbiy invaziv duktal karsinomani tashxisidan so'ng omon qolish prognozini yaxshilash uchun tez va qat'iy harakat qilish, saraton hujayralarini yo'q qilish imkonini beradigan davolashni tanlash muhimdir. Bizning klinikamizda davolash yondashuvimiz ikki bemor bir-biriga o'xshash bo'lmaganidek, har bir saraton kasalligi noyob ekanligini tushunishga asoslanadi. Shuning uchun barcha protokollar individual ravishda moslashtirilgan. Mumkin bo'lgan eng yaxshi natijalarga erishish uchun davolash usullari birlashtiriladi. Ideal maqsad hatto bundan yomon prognoz bilan ham bemorni to'liq davolashdir. Agar sizda va sizning yaqinlaringizda onkologiya kasalliklari aniqlangan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin.